الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومقدام ibn Ma'di Kereb radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılındı. Şuna da ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem urdi. Şu Adem'ninki iki müyürüsüge urdi. Urup anıdayken dedi. Resmi kutuldun. Yani maksidin yettin ey kudan. Eğer ölsen, vaadol ki bulmuşsan emir, yani katip ve erip bulmağın halette sen ölsen, resmi sen maksidinge yettin. Dep şuna dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Şimdi biz yine Mişkat-ül Mesabi degan kitaptaki Kitab-ül İmarat vel Qaza. Yani bir adam emir olup başlık olsa, o kandak adam buludu, onunki üstüdeki hak hukuk, mene o neyme. Şunudaki puhralarınki, bu emirninki üstüde. Yani bu emir oğa adamninki, puhralarınki üstüde hak hukuk, mene neyme. Puhra qandaq bo'lishi kerak. Meni emir bo'lgan, boshliq bo'lgan podshoh yoki davlat, ya'ni islomiy davlatniki meni boshlig'i, meni bo'lgan kishiniki o'zi yoki bo'lmaydi. Shu islomiy davlatniki eng cho'ng boshlig'i yoki unidiki har tarmoq yerlarniki meni boshliqlari, idoraniki yoki rayonlarniki vali. Men müştaq kişiler, qandaq kişiler bo'lishi kerak. Degan men mushu kitobga kelgan to'q hozir. Mana buni oldingi darsimizda bu to'g'riliq Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni puhra qandaq bo'lishi kerak, haqniki, puhraniki, amir bo'lgan odam, boshqa bo'lgan odamniki puhraniki ustida qandaq huquqlari va qandaq bo'ysunish kerak deganning ustidagi hadislar yuqoricha tugidamdi. Bunun da hem de birinci, ikinci faslınınki hedisi tügep, ikinci faslınınki hedisindeki ahırga kelgendik. Şu ikinci faslınınki ahırga hedisindeki davamı. Miqdabni Ma'di Kereb deb bir adam bakan sahabe. Şu adam şuna deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özəmniki, yəni üzünki iki minkəb degan iki müyürsin deydim. İki müyürəmə Peyğəmbər urup anladaki dedi. Yəni yüzge bir adamniki müyürüsüge urğanlığınki üzə o adamga ait mehribanlıq qilib bir yaxşılıq qilishni irada qilish üzüdən men aşını çox qiladigan gap. Yəni Peyğəmbər şu miqdam raziyallahu ta'ala anhuga ait kuyib, yəni mehribanlıq qilib şu gapni şu degan gap. Nima dedi sen? Dedi, ablahda. Yani sen asas maqsadga yetdin, yani qutuldun. Nijotga erishdin. Hey Qudaym. Endi Qudaym degan miqdam degan bu ismniki nimasi o tasg'iri. Bu odamda miqdam degan bu 4 harf 5 harf bo'lgandikin, o'shanizda bu yerda ziyoda harf bo'lgan, mim bilan ilib ne bo'lsak o'shanizda nima qoladi? Mim ne bo'lsak Qudam qoladi. Qudam qolgandikin tasg'ir qolvaqtning o'zida, o'shaniki o'zida shu mimni evatib, buni Qudam kelgandikin uningki fuayl vazniga tushirib, shunga buni Qudaym deymiz. Hey Qudaym. Yani biz hey baluçuk deymiz ya, mehribonlik qilib aytib keltib. Eğer ölsen, vaadol ki sen bir emir bo'lmasan, yani bir yerga sen emir yoki boshliq bo'lmagan holatda va yana bir katib, yani bir iqtisodiy ishlarni tutadigan, boshqaradigan, mesela muhasibichi yoki moliya ministri ya tijorat yoki iqtisod deganidek şu ishqa minister deganidek şu ishqa mas'ul bo'lsan, yani xazina yo'nimizga mushtaq bir narsani, yani umumniki pulini tutmay mushtaq ölsen, olmagan holatda va yana bir arib bo'lmasan,
Yani eribki kishilarniki hammasiniki ahvolini biladigan, o'qib turadigan bir boshliq, yani bir qabilaniki yo bir yurtniki, bir mahallaniki, men mushundoq boshlig'i mas'uli bo'lmagan holatda o'lgan bo'lsang, ey qudam, sen rasmiy nijotga erishgan bo'lasan. O'chani o'zida u so'roq tortilmayla, opiribla, sen o'zining shaxsiy ishidan hisob beribla, shu Allohniki oldida shuning bilan uttuğa ne kirsan, jannatga shu kirsan. Nəhayət asa iş. Eğer sen bir yer ben başlık oldum, məsul oldum, ya devletin ki çoğun başlık oldum İslami devletinin, hem de kafir devlet topkası o uçağı biz onu gibi okumayız, zaten o kafirin ki emmesi o hata, o zaten məsul zaten o soral ne okan alaveti dözak girdi. Ama ben Müslüman deyip durup, yani İslami devletin ki muşunda çoğun bir başlık, yani asas, yani reis, yani Zongtong deydi Xitayca, prezident yoki bo'lmaydi podshoh deydi, ya Hakan deganidek. Mushundoq sen mushundoq bir ish bo'lmay, shunday bo'lib qolsa, o'shan ish chatoq. Mushundoq bo'lmasang, sen o'shaniki o'zida bir qalam tutadigan bir boshliq yoki bo'lmaydi bir qabilaning boshlig'i bo'lmay işte o'lsang, sen rasmiy nijotga erishib o'shan o'zida buniki suolini, buniki yalaqı mas'uliyetini senin üstün bo'lmaydi. Bo'lmagandan keyin asla sen utto'li jannatga kirib maqsadingga yetgan bo'lsa, bo'lmasa shu u boshqa har bir ishdan birdan hisob berib, o'ziniki shaxsiy ibodat, shaxsiy ish, shaxsiy muomalat, oilaniki va o'zi qo'l ostidagi tuqqanlarniki hisobotini berdi. Unidan o odam unidan o'tib, agar ashunday bir cemiyetninki, yoki olmaydi bir idarenin, yoki bir mahalle rayonunki, yani iş qilib qandaq bir bo'lsa bir tarmoq, bir yani ki bir komitet deyli mesela. Aşta bir yani ki bosh bo'lib qolgan vaqtniki o'zida, o'chan o'zida uniki har birda hisob beradigan gap. Undaq hozir maduniyada men boshliq oldimmi, men idoraga huquq tutdimmi, yo andaq maliye işini yoki bo'lmaydi iqtisod shuningdek idoraniki har xil idoraniki ishi, masalan bir vali oldum yoki bir soqchiniki boshliq oldum yoki bir mahallaning boshliq oldum, qo'shib ketmasak, cho'p qo'shib ketmak, o'charda agar o'nda bo'lib qolgan bo'lsa, o qutulib oyada tursa tutilsin. Har birini hisob beradigan gap deydi. Şimdi bunu Peygamber bu adamki deyişiniki özü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu miqdam degan adamniki şunda bir istedat, şunda bir kabiliyetniki yok ekanligini qildi, bildi. Endi bu yerda bu hadis asosan Müslüman bo'lgan adam, yaxshi bo'lgan adamniki hech qanday huquq tutuvchi bo'lmaydi demakchi shu emas. Ya'ni men yuqorqi hadisga asosan huquq tutib, huquqdagi höddəsidan chiqib shu ishni qilsa, adolat, adil ish qilsa, to'g'ri ish qilsa, zulm qilmasa, mustabid bo'lmasa, mana taqvo muttaqi, mana bo'lsa, shu choniki o'zida u odam shu ishni qilsa, mana uni beradigan savob degan o'zidagi shaxsiy ibodat qilgandan boshqa, mana shu odam shunday boshqarib ashtaq turib, adamniki degani bo'yicha ish qilgan bo'lsa, qolgan puhralar ashuni qilgan puhran savobi qancha bo'lmasa odamga bo'ladi. Ya'ni bunday bir foydali nima o ish, yani huquq tutish, yani mas'uliyat boshliq bo'lish degan gap. Agar undaq to'g'ri qila olmay, xato qilib qolsa, zulm qilsa, o'chaniki o'zida zulm qilibdi, xato qilibdi, adolatsiz qilibdi, o'chani o'zida mana islom dinimizda ko'rsatgan shu ishniki mana harom ishlarni qilibdi, gunoh ma'siyat ishlarni qilgan bo'lsa, o'chani o'zida lekin bu o'chani chatoq bo'ladi. Hamma odamniki ashunga ergishib qolgandan keyin uniki har birisiniki gunohi u odamga kelgan yuklangan gap. Bundaq ish endi. Va Uqbat ibn Amir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Uqbat, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, kirmaydi jannatga sohibi maks. Bosh egisi nima kirmaydi? Mana bu jannatga nima qilmaydi?
seliqniki egisi olgan men kishi cennetga kirmaydi. Yani Meksigen anda bir kişi ki öşür alıdı, o kişi adamlardan. Yani adamlardan öşür alıdı. Yani o adamniki yüzü yeleke resmi baş edip, selik edip o yani Meksigen öşür alıdı diyen adamlarınki bu yerde yeleke İslam dinimizde zakatniki dinimizde öşür diyenlik o yeleke emez. Emez. Bu adam öşür alıdı diyen adamlarınki aşı meliden öşürdek aşıdak ondan birini aşı Asiyalık var. Men Masiyalık çıktı. Asiyalık deb İslami devletninki muş emel tutkan kişilerin yüzü açtakçı önem kıldıgan gep, alıdığan gep. Ağam bolsa deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men şu kişininki yüzü cennet kinim kılamaydı o, kiramaydı. Cennet kinim kılamaydı o, kiramaydı. Hem de Meksigen yani hazır yıllık selik ağan yani baş diyen gep. Hem de kişilerinki başlık olan adam, İslami devlet olan bolsa, kişilerinki üstüden alınған nersen limon zakat. Mene ticaretçi olan bolsa, uçanıki üzerinde sanaatçi. Mene iş adamlar boğan bolsa, onundan biz nima alımız? Mene zakat alımız. Mesela %2,5% meleniki üzerinde. Yani çünkü onu bay oğandaki zaten bir yıllık yetiyor. Hem de çarı mal ilgisi olan bolsa ana 5 tane tögüsü olan bolsa uçanın üzerinde bir tane koy diyeledek işte ölçem var. Mene koy olan bolsa 40 tane yetken bolsa onundan 120 tane bir tane koy. Kalı olan bolsa o kalınınki 30 yetken bolsa 1 yıllık 2 yıllık topak. Muştak çok berdiğan gep. Hem de at olan bolsa uçan üzerinde ana bahalap ya ki onunki ya 20 dirhem muştak çok berdiğan gep. Ama Diyhan bolsa şu, Diyhan bolsa uçanıki üzüden, o adamniki üzü, meni çıkan aşı yeriniki, mol husulniki ondan biri, ya ki ondan biriniki 22 ya nispil aşır berdamni çıkın. Bu İslami devletninki mine İslami puralağa, benim muşunu koygan nemi o kanun. Hem de onundan başka İslami devletninki purası olup yaşayan Müslüman bulmayan kişilerinki üzü, mesela zimmi deyimiz. Zimmi deyip olsa kafir, işte yaşap kan olsa, uçanıki üzerinde İslami devletindeki namıdan bunu neymi alınan gep, harac alınan gep. Devlet uçanıki üzerinde o İslami devlet o adamga ya ki mancılık baş verirsen o öşür dep almaydı. Çünkü öşür dep ya zakat dep ağa vaxtın gözüde bu ibadet bu savap boludu. O kafir olan dikin o öşür ya ki olmaydı. Zakat hep alımız desek, uçağın üzerinde o kapırık savap olmadığı ki şu an onun ayrım bir hüküm, ayrım bir talimat var. Ben o nima o cizye deydi. Aslında kelişidigan gep. Kelişip anadaki devlet yüzü belkitip çıkan nersendeki mançiligini ya ondan birini ya ondan beşini ya ki ondan 20'sini ya 20% ya 15% ya ki mançı% sen baş verirsen deydi o. Ya her bir adamniki kata, her bir adamniki beşiğe deydi. Bu ne buludu? O haraç. Uçağın yüzü bu koy. İslami devlet mi müştahnim buludu. Ama bunun başka mışındak selik edişindeki üzü ma İslam devlet turup mene İslam'ı biz yürgüzdük, Kur'an elisi boyunca mağduk deyip turup benim muşu xildeki neseden başka bir selikni edişindeki üzü bu nememez o, doğru emez bu zulüm. Yine asiyalık, yine masiyalık diyen gepninki üzü bu katli dursunmaydı o. Halkın imkan buludu uçağın üzerinde zulüm kan buludu. Hem zulüm kandaki bu adamniki üzü bu cennetki kirişki layıkçı emez. Halkın hakkını yuvaldı o. Deylemdi. Yedisinin kemine mezmunu çoğu benim muşu. Hem de onda selakniki üzü Üzü hukukudan paydalanıp başında İslam hakimiyet kurdum deb. Açtan mecbur. O hazırki mesela deydi, men din için hizmet kılaman, ya andaq adam, mandaq adam deb xalqni bulab. Muşundaq tehdit qilish orqali her xil muşundaq usullarni qo'llab, aldab, muşundaq qo'rqitib, bulab olgan adamlarniki üzü men din için hizmet qilgan adam. Şunun için anını, mani ve tehdit qilib, aldab, qo'shundaq
muşta algan bolsa, men bu adam jazman haromlagan bo'ladi. Haromlagan bo'ladi. U adam bu harom bilan men dinga xizmat qilaman degan gapniki o'zi butunlay xato. U o'ziga emas, mushu qolgan, ya'ni kishilarniki oldida islomniki nomini noit bo'lgan bo'ladi. Uniki o kishiniki mulk bo'lgandan uni haqqini elish qat'iy durust emas. Mana yuqorida degan zakot o'shira degan ashu nom bilan ashuni bilan olamiz, o'chanimizda u odam o'zidagi mo'min musulmon ixtiyori bilan berdi. Bergandiki andaki savob bo'ladi, bunda bo'lgan gap. Ammo yana birsi andaki sadaqa ihson. Onu baylarniki üstüde zakatın başka şundaq devletke yok, fakir Müslümanlığa berdiğan, onu çok beriş gerek, onu eliş gerek. Uçağınızda o kadar sadık ihsan, devletninki resmi ihtiyaç düşkən vaxtınki üzüden. Ben uruş olmaqçı ya bir iş olmaqçı, şundaq xəzinədə bu zakat yığılğan, ya ki nemi yoxab az qaldı. Uçağınki üzüdə qandaq qıldı. Uçağınki üzüdə anıdəkin xeyri ihsan şəkildə anıdəkin bayladın, pulva adamlardan aşdaq zakatni aşağı təbliğ qilish yoki təşviq qilish orqali onun üçün yığımız. Uçan ko'nglidan berdi o alaq. Amma men hozirgi davrda men cho'ng bir nomni atab, mana vatanimizda mana shunday ishlar bo'lgan. Biz din uchun xizmat qilib haq pul berganmiz deb ash motocha binaskarani bulab, shundaq odamlar taliblar deyli, ashlar ishni qilib ketgan. Bu mena islom dinimizda tüptü xato bir ish. Agar siz din uchun xizmat qilgingiz kelsa, Allohning rizoligi uchun, siz kuchingiz yetgan qadar shu ishni qilish mukallaf. Endi siz oldidan pulni yig'ib, uningdagi men qilmadingiz, qanday ish bo'ladi? Oldidan qilasiz. Qilgandan uchangizda Alloh mana hammani kulib berib turgandan keyin uchang berdi. Men bunday shaklda shu qilish kerak. Men mushu usul jihatda xatolashib, shu qilayotgan shu harakat, şu vatandagi şu ishlarning mag'lub bo'lishiniki sababiniki o'zi uchun mana shu. Hatto mana deganimizdek mana chet elga chiqib o'tib shundoq cho'ng bir nomni atab, shuniki nomidan hattoki fatvo degan narsani chiqarish orqali xalqni bulash, qo'rqitish, shunda tahdid ishlatish orqali xalqniki bu pulni bulaydigan, oladigan rasmiy seliq shaklida selib, mushtaq qiladigan bir ish bor. Bu tüpte nima o? Xato. Dinning nomida amma islomniki mesela muhim noktalarındaki ismini ammay turib ochani o'zida olsa, u mayli o islom demagandekin. Uniki jazosi gunohi o'ziga. Ammo islomning nomini aytib, men atab, men muhojir yoki mujohid deb, yoki undaq qilamiz, bu ishni qilamiz deb unda erish qat'iy durust emas. Ebu Said radhiyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Said dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cezmen adamlarınki Allah Teala'ga en suyumlirağı kıyamet günüden ve yine şu adamlarınki Allah Teala'ga mene urun cehette en yakın olan kişi. Yani Allah'a en yakın, en suyumlu olan kişi. Kim o sen? İmam Adil. Bir başlık. Yani devletninki reisi. Ki o nemi idi? Adil idi. Yani imam degen biz başta degandek iki xil. Birisi İmametul Kubran. Yani İslami devletninki bir bütün İslami devletin en çoğun âli hukuk olan kişi yani devlet reis deyimiz. Hem de bu devlet reisniki hem de biz nemi dep ataylı? Ben imam dep ataylı burunku dep. Ya ki emir, ya ki halife, ya sultan, ya ki hakan, ya ki reis, ya prezident dep ataylı. Bunun ataşta o önemi yok. Ama bunda atan degan gap yok. Ama halife dep ataş var. Ama bu onda ataştan yok. Ama şunda bo'lgandan islom dinininki yoki davlat qurilmasidagi shaklniki o'zi nim bo'ladi? Men nima atishim islomiy davlat degandan keyin shu boshning o'zi aşağı deb atash kerak. Ammo shu islomiy davlatning boshqa nimasi uniki adolat shakli. Birinchi adolat bo'lishi kerak, zulm qilmaslik kerak. Mana mushunga rasmiy o odamniki shu ishni boshqarala qilgan iste'dod bo'lishi kerak. Mana kishiniki haqqini shu yo'amaydigan, harom ishni qilmaydigan, men mushundaqli bo'lsa, o'chanizda davlatniki o'zi parlament shaklida bo'lamdi yoki cumhuriyet deb nom atash orqali bunda bir saylan bilan bo'lamdi
yoki parlamentda saylash orqali bundoq bo'lamdi. U nima u? U shunaqa desa, uni o'z ixtiyoriga shu qilib qo'ygan. Yani asasen buniki nimasi nima? U davlatniki şu zulüm qilmaslik, adil bo'lish, shura bo'lish. Yani bu, yani İslam shura baynahum degan nima bo'ldi. Shu bu yerda imom adil degan, shu davlatning cho'ng boshlig'i yoki har bir idora, har bir rayonlarniki mushundaq boshlig'i ekan, adil ekan. Hem işte adil, işte shu hukm qilibdi, qiladi ekan. Mana bu odam Alloh taologa qiyomat kuni eng yaxshi ko'radigan, hem o'rin jihatda Allohga eng yaqin bo'lgan, yanida turadigan kishilar. Anda o ekan, yuqorqi ayetsiniki nima chiqdi bu? Mana mazmundacha chiqdi. Yine cezmen adamlarınki Allah Teala'ga kıyamet günü en nimisi, adamlarınki Allah Teala'ga kıyamet günü en düşman körüldüğün kişi ki ve ulanınki mene azap cehette mene en katlık olduğun kişi. Yine bir ayette ulanınki şu Allah Teala'ga meclis cehette en yirak, yani Allah Teala'ga yani meclis cehette, yani oturduğun cehette, turduğun cehette en yirak olan kişi kimin? İmamı cair. Zalim başlık. Hem de bu zalim degen bununki dairesi hem türe naticik. Men muşu kişiler değil. Hem de siz bir yer başlık olayım, ya ki hukuk tutumen, ya ki İslami devletimizin başlık olayım diye adam olsa, o çağınızda adil buluş gerek. Adil olsa onunki mukapatı en katta. Yani Allah en yaxşı gördüğün, Allah'a en yakın bolğan nimeler o kişiler olup, Allah'a en yakın olğan kişiler kim o? Yani siddiq, şuhada, peygamberler. Yani şu ayet asasen. Şunu birlikte muşundak adamniki üzümü, yani muşundak başlıkımı açta kıyamet günü açta yakınçı bulur deydi. Ravayet Turmizi, bu yerisi İmam Turmizi ravayet kıldı. Ve yine Ebi Said radıyallahu ta'ala ravayet kılındı, dedi Ebi Said, rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cihaddaki en katısı nedir? Nime o dedi. Cihaddaki en katısı anda bir kişinin cihadıdır ki, dedi o kişi hak sözünü zalim padişahın kaşıdan. Zalim padişahın kaşıdan, hak sözünü diyalığın adamdaki cihadı, cihatniki içindeki meyli koral olsun, meyli kanda cihat olsun, kanda bir iş olsun, bununki en katısı söz ölen değilgen diyaloğa adam, en katı cihatta çoğu kan buludu deydi. Hem de hazırki bizdeki inimizde cihatniki en katısı ne deyimiz? Hazır kolumuzu koral edip, resmi meydana düşüp, şu işini çok kılış. Hazırki de. Bizdeki inimizdeki en katı cihatçı muşo. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne mi deydi o? Bu cihattaki cihat dep atalgan şu türcük, şunun içindeki en katı cihat, en yukarıdır, birinci orun turgan cihat, zalim padişahın kaşıdan, zalim kişinin kaşıdan bir adam ehli sözünü diyalırsa, o canın üstünde en katı cihatı kan buludu. Uluq cihatmış o deydi. Ne için? Çünkü bir adam Kur'an edip cihat kılımen, ya işini kılımen dep cihat kılıp açtak asker olup, İslami devletin puhrası yani asker olup, açtak manga vaktin yüzüden, bu adam şu uruş meydanındaki yüzüden bir adamını bir kafirini öldürdü. Şu öldürüş jarayonida o adam yeni men ölüp ketemem, yeni qandaq bolar deb onunki konuda har xil ishlar kirdi. Ya men manidan inşallah yaxshi niyat edeymiz. Yoki riyo kirib qoladi, yoki olmaydi bir mushni o'ltirib olsan, yoki olmaydi men buni pulini olaman, g'aynimat deydi, anadak shunday bir ishlar uchun kirib qoladi degan olmaydi. Hem onun üstüge bu İslam dinimizdeki asas gayesi insanlarını öldürüp yer şartı yok kılış emas. Qanday qilish? İslamdaki asası məqsədi mana bu bütün insanlarını Allah'a kol kılıp yani Allah'a iman etdiğan, Allah'a işinadigan, haqiqiy salih mu'min qilish. Ve ma xalaqtul jinna vel insa illa liyabudun degan nima ayet var. Men mush insonlarni, jinlarni asas yaratishga maqsad nima?
Allah'ını biladigan, Allah'ını için tanıydigan, men Allah'a ibadet kılılgan bir nima oluş, mana shu maqsadni qilish, shu ishni qilish uchun shuna inson bilan jinni yaratdim deydi. Yaratishga maqsad bu. Bu yerda u apsinki qo'sig'i tushibla apirib, uni qirqibla apirib o'ltirish emas. Asas g'oya shu dunyo, koinot, mavjudot olim kelgan vaqtimizda Allohni to'ydigan bo'lish, iymon etish, mu'min musulmon bo'lish. Ya'ni mu'min musulmon qilish. Men Allah nima desa shu bo'yicha haqiqiy mu'min musulmon bo'lib yashash. Asli maqsad shu bu. Endi bu jihad-chu. Jihad men mushu narsa to'sil qilgan vaqtimizda arziy bir narsa. Arziy bir narsa shunda qilgan vaqtimizda anidi ekan. O ya'ni shu islom dinimizda 5 rukunning ichida jihad yo'q. Chunki 5 rukun davomli bo'ladi. Bu jihad-chu. Shunda ishlab bo'lgan vaqtimizda bo'ladigan narsa. Unda o'g'andiki bu g'oya degan ashu o'g'andikan bir odamniki o'zi bu yerda apirib uni yo'q qilish asos maqsad emas. Uçağınızı cihatның мәні şu. Cihat nima qilmoqchi? Men qolgan adam musulmon qilaman demoqchi. Mushun to'sqinlik qilgan, idovatga, islom dinini musulmonlarni bexatarlik buzgan, tajovuz qilgan. Men mushlarniki men ashni qo'rqitish orqali bularni men tirildiraman. Bular men hayot beraman men orqamda qolgan puhroga degan gap bo'ladi. Unda o'g'andikan bu ya'ni bir odam qo'pib shunda zolimlik qilishga bir gapni degan ekan. U zolim qanday qiladi? Zolim degan haqni neçe adamni qaqshitdi, urdi, solaydi, oxiri o'ltirdi podsho degan. Endi bu adam shu odamniki qishdan shunaqa shoid eg'ir buzuqchilik ish bo'ldi. Endi bu bir odamga vaqt so'zini deb u yerda ahkamni qilib, "Ey to'xta, podsho, men boshliq, sen ma ishni qilsaq bo'lmaydi" deb. Men osh gapni deyishniki o'zi bu odam, podsho shu gaplar to'xtasa, ucha qanday qilgan gap? U zulmni to'xtab, meni haq qaytarib qaytgan bo'lsa, u canliki o'zida men aş bir minch odamni zulm qilinib, ashla bechara bo'lib, ezilib, qorinib, ashta qilib, men bir gap bilan u canlni o'zida bu to'xtaydi. To'xtagandan keyin u podshoning o'zi yaxshilik qilmagan ekan, shular odamning hammasi yaxshi qilgan gap. Unda bo'lgandan keyin aş bir og'iz gap bilan aş bir minch odamni hayot kirgizgan gap. Shunga yana Qur'onda nima deydi Alloh taolo? Ya'ni bir adamni tirildirsa pakannimi ahyandasi jamiya. Yani bir adam hayat qilsa, bütün adamga nima bergandek, hayat qilgandek bo'ladi degan nima oyat va nimashmas bo'ldi. Unda o'zikin ashli so'zni deb, ashliga yenib qolgan bo'lsa, ash sababdan men ash adamning hammasi to'g'ri chiqqan bo'ladi, ma podshohmishlar necha savob bo'ladi. Bu orqali jihadniki qilgan maqsad bilan maniki, ya'ni buningda nechasini ishib ketadi. Shuning uchun mena haq gapni deya olgan odam illa Qur'on ko'tirish emas. Qur'on ko'tirish shu vaqtning o'zida bo'ladi. Qur'on ko'tirishning o'zi eng katta emas. Ya'ni kattaniki o'zi mushtaq vaqtning o'zidan. Mana so'z orqali, mana og'iz orqali, mana tabliq qilish orqali, mushtaq haq yetkazish orqali, mushtaq kitob yozish orqali, so'zlash orqali deya olsa, u chaqdagi o'zida eng katta jihatni qon bo'ladi. Mundaq bu jihat. Shuna hozirgi jihat nima? Hozirgi jihat tashviqot jihati. Yani bu ilan, yani medya urushi deydi hozir. Fikri urush. Hozir Qur'ondan qilmaydi. Hammadan Qur'ondan unda urush qilish hammadan xohlamaydi. Hozir dunyo shunday bo'lib ketdi. Hozir fikri tarafdan urush qilish bo'ladi. Yani so'z qilish orqali. Shunga qashlayotgan iqtisod, shu yana media qurishlari tashviqot o'rinlarga, men qashlayotgan davlatniki, shu her davlatniki mana pulları degan iqtisodga favqulodda har xil boshqa budjetimi natijasi nima o chiq. Alohida pul chiqirdi. Shuna haq gapni deyish, so'zlash, mana shunday o'rgitish orqali mana shu gapni haqni deya olgan bo'lsa, eng katta jihatni qon bo'ladi. Bu. Men bu ise İmam Tirmizi, Abu Davud, İbn Majah rivayet kıldı ve bu ise İmam Ahmed Nesai, Tarık ibn Şihat'tan nima kıldı, rivayet kıldı. Yani Ayşe radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı enhadin. Dedi Ayşe, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kaçaniki Allah Teala bir emirge bir yaxşılıkni irade kılsa. Kılıdı Allah şu adam için mene rastçıl bir vezirini kılıdı deydemdi. Rastçıl bir vezirini
nima qiladi? Uni çok qiladi deydi endi. Endi vezir degan nima? Asli vezir degan gapniki o'zi arabcha tilniki asli lug'at ma'nosida bu yiliqi vezir vizrun deydi, ya'ni ig'ir gunoh, yuk degan gap. Endi vezir degan gapning o'zi biz ministr deymiz inglizcha kirgizgan gapni. Vezir degan gapning o'zi yuqoridagi boshliqniki shu yukni bu odam nima qildi? Odamga vakolatan ko'tardi degan gap. Ko'tardi degan gap. Shu bu nima deydi? Vezir uzra şu çoğun başlıktan keyinki adamni aşağı deymiz. Endi Allah Taala bir emrige, bir başlıkka, bir yaxshilik qilishni iroda qilsa. Allah Taala bu adamga mana yaxshi, sadoqatman, samimiy bo'lgan bir vezirniki, ya'ni bir yordamchini çok qildi. Qilib berdi Allah Taala. Eğer unutilib qolsa bu emir men Allah'nınki şu hüküm qilgan vaqtning o'zida, hukm yurgizgan vaqtning o'zida, agar bu odam nima qilibdi, yodi chiqib inson degan unutilib qolgan ekan, o'sha unutilib qolsa, ba'zi ishlarniki o'zida islom dinimizning nima deydiganligini uqmay unutilib qolgan bo'lsa, u chog'da yaxshilikniki o'zi qanday? Men u odam shu amir bo'lgan boshqa nima qiladi? Eslatadi. Voy boshliq, men to'g'ri olmadi, men Qur'on yedisqa, men ishni qilsak sen ubdan bo'lmaydi, zulmda qilib qoldi deb boshliqcha nasihat berdi. Men bu bu hammasi Allohniki, mesela yaxshi yomonlik hammasi Allohniki ilkida taqdiri deymiz-ku. Bir odamning mushta boshliq bo'lishi, bir odamning puhra bo'lishi. Mana bu hammasi Allohniki ilkilik ish. Allohning ilkilik ishi bo'lgandan keyin bir odamga boshliq bo'lib, uni yaxshi bir odamlik qilish Allohniki, men nimasi o odamniki, odamga yaxshilik bir qalin irodasi. Har kim o'zligidan bo'lib qolmaydi. O odam yaxshi nima qilmadi deb tanlaydi hamga. Ani qilaman, mani qilaman deydi, shu orqali yaxshi podshoh bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa, yaxshi odam tanlaydigan gap. Shu konu shu kechudamdi. Agar bu odam, ya'ni boshliqniki o'zi amir bo'lgan odam o'zi asabdi. Ya'ni asabki qanday qilibdi, Qur'onni mandaq qiladi, hadisni mandaq qiladi, islom dinini mandaq deydi deb to'g'rini asab adolatni men mushtaqan bo'lsa, men bu vazir bo'lgan odam bu odamga nima qildi? Boshqa yordam qildi. Voy to'g'ri bo'ldi, boshliq, undoq bo'lsa podshoh, voy boshqon, voy mushtaq qildi deb unga yordam berib, har tarafdan osonlikcha to'g'dirib bergan gap. Agar iroda qilib qolsa, Alloh shu boshqa bo'lgan odamga ashni g'ayri iroda qilib ketdi. Ya'ni buni bir yaxshilik olmasa, endi yaxshilik bo'lmagan iroda qildi degan gap shuna. Alloh taolaning bir odamniki mana mu'min bo'lish, musulmon bo'lish, uningdagi hidoyatchi to'g'ri yo'lda hidoyat tepishniki hammasi Allohning ilkidagi ish. Mana bu Allohning ilkida. Unda o'lgan Alloh bir boshliq qilib, uningga bir yaxshilikni iroda qilmay, uni bir nachar mushta olib qolsa desa, Alloh taolo bu odamga qanday qiladi? Eski vazirni. Su men eski ashundaq vazirni shu Alloh çok qilib qo'ydi. Qilib qo'ygandan keyin shuni bu boshliq qo'pib unutilib qolsa, ya'ni men musulmon deb turib, voy islom hokimiyat qurdim deb turib, Qur'on esi bo'yicha amal qilman deb turib, u odam ba'zi hukmlarni qilgan vaqt o'zida meni unutilib qolgan bo'lsa, u eski vazir qanday qiladi? Yordamchisi uni eslatmaydi. Va agar eslab qolsa-mu, o'chanizda u yiliqi boshliq, mana bu vazir bo'lgan odam uningcha boshqa yordam qilmaydi. Yordam qilmaydi, uni eski bo'lgandagi fasiq. Va bu to'g'rini qilib qolsa, o'cha bo'lmaydi deb ya munofiq qilib qolsa, o'chanizni yordam qilmaydi. Buzidiganqa oqidan. Men mushtaqchoq qiladi. Unda bo'lgandan keyin, boshqa bo'lgan odam shu boshqa bo'lgan vaqtning o'zidan o'ziga yordamchi bo'lgan kishilarniki o'zini Allohdan men yaxshi yordam bo'lishini nima qilish kerak? Tilash kerak. Alloh duo qilish kerak, Allohdan so'rash kerak. Deydi. Abi Umama radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jazman amir boshliq qachoniki meni talab qilsa, bu boshliq bo'lgan odam mana g'iybatni, tuhmatni kishilarniki ichida. Mana kishilarniki ichida g'iybat, ya'ni shak, gumon, tuhmatni nima qilibdi? Talab qilibdi. O'chanizda bu boshliq odam buzg'an bo'ladi.
dedi. Endi boshqa o'g'an adam insonlarning ichidagi ashunda bir xato, ashunda bir ishlaman, bir bilpaqa. Bu neymiş qiladi bir tekshirib baqay. Buni deb ashunda qilsa, o'chaniki o'zida bu adam o kishilarni hammani nima qiladi? Buzadi. Buzib o'chan o'zida hamma adam, asos adam tekshirsa, o adamdan xato chiqmay qolmaydi. Xato chiqmay qolmaydi. Qanday bir adamni davlat fuqarosi olsun. Mesela mana Qur'oni Karimda hadisda bor. Alloh taolo bir adamni shunday hisob olgan vaqtning o'zida hech qanday adam saqlanmaydi deb shu mazmunda. Mana shu davlatning ishidimi, hokimiyatning ishidimi? Agar bir adam hokimiyat bir adamni shunday tashkil qilganlar deb ishga bir tashkil qilgan buni deslar shundaqla tekshirgandan keyin hammasi tutuldi, chataq chiqadi. Çatak çıkmadı diken onu buzop anı diken onu veyran koydu. Veyran koyup bu puhra boğan toyguzop anı diken bu yerde o adamı zulüm kırıp muşta bir hata işini çok kıppalıdı o. Anda oğan diken bu başka oğan adam ahahını buzup veyran kılış emez. Onu nim kılış demek gelisi geldi qoğdaş, muhafızat kılış. Anda oğan diken paşa oğan adam puhralarındaki işlerini unchola tekshirib ketib undaq emas. Onu boshqarish, uni hukm qilish, uni tutish va kazo jihatdan oshkor bo'lganni. Jamiyatga oshkor bo'lib ketganni tutish kerak. Haq o'qib ketganni, oshkor bo'lib ketganni, avjab ketganni, ondagi buniga uni surish qilib, uni tutib saqchilar yoki mushundaq adliya o'rinlariniki o'zi, ondagi bu chon o'zida hokimiyat boshida hukm qilsa, ondagi buni tutish kerak. Bo'lmasa bir adamning ichki ahvolini olib tutib solab neymiş qildi deb unda qilish uchun bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Muaviya roziyallohu ta'ala rivoyat qildi deydi. Dedi Muaviya, anladımı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de deydi. Cezmesen qaçaniki sen mene tekşirsen, ittiba'ten, yoki ergashsan, yoki tekşirsen adamlarniki öğret joylarini. Yani öğret degan nima? Numus qilgan joylari. Yani haq ko'rmaydigan ishlariniki o'zi. Öğret joy, öğret degani haq ko'rmaydigan yerda o. Ko'rsa o xijilib uyatqan keldi deb, uni suqadigan yer, haq yushirgan yer. Yani o nima? Yushirgan yer sirlari. Haq oshkorlanmaydigan maxfiy. Ashtaq o'rinlarni sen tekshirman desam, u odamni qo'ysan, vayron qo'ysan, buzvatsan. Buzvatsan. Unda o'g'andikin har qanday bir odam, mayli olim bo'lsin, mayli olim ahli ilmi bo'lsin, mayli yaxshi taqvo muttaqida bo'lsin, men pirishtada bo'lib ketdim deb shundoq o'zi tamanno qilib ketgan bo'lsin. Ash odamni shundoqla, ya'ni Allohning nimasi bo'ndi. Endi men hokimiyat masalada men 100% shundoq qilib ketdim. Desin. Yoki men jamiyatim men yaxshi odam deb ketsin. Ash apir rasmiy tekshirib ashtaqan bo'lsa, uniki her uqmaydigan şu xatolik chiqdi. Bu amaliyat. Onda o'g'andagi taqimsam nima deydi o? İnsanlarniki ichki ahvollari unchola bak ishkirlab kirib. Uningdagi o sen zoir qilayotgan bo'lsa, seninki uyingda qanday ish qilsan? Sen ish qanday qilding? Oilang qanday qilding? Sening ideyang nima bor? Seninki fikring qanday qarab? Nima deb o'ynayapsan, qilyapsan, qanday qilding deb maxfiy bo'lgan ishlarni yushirin ishlar qilib, uni oshkor qilmay tekshirsa, jamiyatni buzadigan gap. Jamiyat buzgandan keyin o'cha qanday qilib insonni buzgandan keyin u odam podshoh qarshi chiqib hokimiyatga, shundan u yerda qo'zg'olon chiqib, u yerda urush talash chiqib, o'chani vayronchi qo'zg'olgan gap. Unda çok qilmaslik kerak yani. Şu islom din qanday kishilarniki zohiriy hukm qiladi. Zohiriy hukm qilib, zohiriy qanday qilishini hukm qilamiz, ammo uniki ichki ahvolni o'zi surish qilmaymiz. U kimning mufavvaz? Alloh mufavvaz. Ebu Zer radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Ebu Zer dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem: "Kayfa entum ve immeten min ba'di." Qandaq bo'lasiz sizlar bir minchi imomlar bilan. Va immeten degan ya'ni mafhum ma'aniki vasi, shu yerda zibar o'qilgan shu.
Qandaq qilasa birinchi imomlar boshliqlar bilan keyin mendan keyin kelgan birinchi boshliqlar bilan siz shu vaqt bo'lib qolasizlar, mendan keyin bo'ladi bu ish. Shu chog'ingizda sizning ahvolingiz qandaq bo'ladi? Qandaq qiladi desa men mundaq qiladi. Yasta'siruna bi hazal pay. Mana bu boshliqlar shaxsiy nafsiga cho'g'tadida ular ma payini. Yani özge ma payiniki üzgün imkanı ihtiyar üzgün kaldı. Ama bu payiniki üzgün nimeti o silniki hakkınlıkta. Bu silniki nimeti o hakkınlıkta. Hem de payi diyen nime? Ganimet hem payi hem nefle enpal deydi. Hem de payi diyen İslami devletindeki askerleri bir yer verip uruşmayla uyadın. Mana muşundak kelgen aşındak nesniki üzerine nime deyimiz ona payi deyimiz. Ama urushib turib, rasmiy kafirlar urushib turib, u yerni patya qilib, u joyda olgan, urush maydonida urushib turib olgan narsa g'animat deymiz. Endi anfal degan u nima u? Ya'ni ziyoda. Ziyoda degan uning askarga yoki kishilarga qarata urush ziyod davlat mukofot berilgan narsa degan. Endi mayadamda pay degani payiniki o'zi, g'animatning o'zi askarniki o'zi oladi buni. Ay urush chiqqan askarlar olgan gap. Ama pay'i degan çoğu, aşındak İslami devletindeki etrafındaki aş kabile devletler, aşındak bir hediyelik, aşındak oncu bilesi, evet, uğraşsızda müştahanim kılıp, şu arqıb devlet kelgen bolsa bu pay'i. Pay'i oğaniki bu pay'iniki hemmisi şu yerdeki asker xasamaz, şu İslami devletindeki her birisiniki hakkı o. Şunu qılim qılıdı, o yer işletidu. Şunu verdi o, menen bunda. Anda oğaniki deydi Peygamber, keyinki zamanın özüde, Su payidin aşta bir işler kelir ki vaxtında bunu mısırlık bəmey üzü xəverib mışında qoy devlet qılmısa maçta çok qılğan bir minut başlıqlar kelir uçal qanda qalasına. Degandikin dedim ben Ebu Zer. Ama vallasi dikkat kıl ya Resulullah degan gap. Allah'dan qasam ki seni haqqına evetken Allah'dan qasam kıl dikkat kıl. Koyma mening qilichimni meniki gadining ustiga, ondikin muyramning ustiga, ondikin urma bu qilish bilan mana shu odamni hattoki men sen ushqashgan qadar. Men shitib ketaman. Ashuna ishni qilgan bo'lsa, keyingi boshqalar kirib bizning haqni fuqaroning haqqini bermay, o'zi yivelib, o'zi qiverib, men mushtaqqa bo'lsa men u gadini kesib, mushta jihad qilib urush qilib bo'lsa, o'lib ketaman, shitib ketaman dedim deydi. Degandikin dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evala adulluki ala hayr min zalik. Aya men seni bundan yaxshiroq bir kishga ish qilmay boshlab qo'ymaymanmi? Orallig'i qo'rab qo'yib o'ltirmak qilman demay. Undan yaxshi bir ish bor. Shehid bo'lishdan. U qavm tasbir hatta talqani. Sabr qilsin. Ajda boshqa odam sening haqqini bermay, urib talab ajda qilsimi? Sen uni qarshi chiqmay u meni yuqoriga yetishga asosan men o adam nima qilar ekan? Namoz o'qiydi ekan. Namozni o'qisa, unidan uch kufrni bildirgan, murtad bo'lgan ishni chiqmaslar, o'chan o'zida gunoh qilamdi, gunoh sag'ir qilamdi, mayli kabirni qilamdi. Ajda xato, ajda ishni qilamsa, uni chidab ashunda qilib, ajda men ushqashgan chidab ajda u urush qilma deb qonunda qilma dedi deydi. Mana yuqorqi hadisniki nimasi? Chunki islom dinimizniki davlatniki ash ittifoq holati turishi, birlik holati turib, ash intizom holati turishi bek muhim. Uni bo'ladigan, bo'lish, uni qarshi chiqadigan yo'l qavmi. U odamlar rasmiy. Mana o odamning o'zi rasmiy kufrlikning o'zi Qur'on hadisga asosan uch oshkora kofir bo'ladigan ishni qilib qolsa, o'chan o'zida uni qarshi chiqib men namoz uni qarshi chiqib Qur'onlik ko'tirish kerak. Ammo undan boshqa ish qilib qolsa, masalan namozni o'qigan bo'lsa, endi birisiga mana osh taqqan bo'lsa, o'chan o'zida biz qanday qilamiz unga qarshi chiqish bo'lmaydi. Chunki u qarshi chiqsa u buziladi, u davlat vayron bo'ladi, necha odam o'ladi, nima qiladi? Shunga davlat musulmonlarniki mana qurgan davlat ojiz shudir. Ojizlashgandan u atrofdagi kofirlar uni g'animat bilib, u joyda texmo vayron qiladi. Dunyoda tarix bo'layotgan ish shu. Bizniki Uyg'urlarniki tarixida ana dedik,
Bu vatka işlik asası şu. Mesela bunu tartib, Hun imperiyası tarixindeki miladini 200 aldı dike ve 200 boğan Onun deyken Köktürk deyli. Onun deyken ben Orhun Uygurlu deyli. Onun deyken İdikut deyli. Onun deyken mesela İdikut deyli. İdikut hallığı deyli. Onun deyken Sadiye deyli mesela. Benim muşuna imperiya. Onundan başka men şu 30 neçe yıldık boğan taraf yerdeki çıkan aşo uruşlarının yüzü. O yer kapır yok ança. O tek kapır da az. Aş bir uyarlık bu yerde çıktı ama birlik kelmedi. Birlik girip hemimiz devlet kuramadı. Devlet kurup hem kendisi ulmadı. Ulmay anadaki birbirine uruşup an azışıp kandak oldandı ki şunu onun yüz başka adamı kışırıp ekirip etti ki aşağıda veyran kırıp onu da Xitay kirip 49. yılını veyran koydu. Eğer şu çağın üzerinde resmi bir ittifak birlik olup devlet kurulgan vakti üzerinde ben aşağıdaki 33. devlet kurup hemimiz kelip aşağıda hiç kadar karşı bildirmey aşağıda bir boğan bolsa an şunda düşerlik boğan bolsa bizden halimiz bu gün kalmaydı. Bu ittifaksızlık, bu bölünüş, bu parçalaniş muşunda akıbet için etkiledi. Mene hatta ki mene Davud Musa Aleyhisselam at Tur Sina'ga men Allah Taala'dan şu Tevrat'ın alime dep aşağıda muqavaqtı çıketken vaqt yüzden Beni İsrail yüzük müşrik dedi ya aşağıda Harun Aleyhisselam koysa aşağıda sen men kelip qalaptı der. Aşağıda şu kitbağa bir nemini körüp aşağıda mozayını körüp şamal çıksa onu o qandikin vay bizim Xudayimiz gelip neç kapırıp ketdi aşağıda. Kapırıp ketkendikin şu çağın özüde Harun Aleyhisselam gap qılmaydı. Karşı qılmaydı. Şuna qarab baxsa Musa Aleyhisselam kelgendikin şu neç kapırıp ketib mozayga ibadet qılıb ketken. Onu dikin Musa Aleyhisselam şu olan Harun Aleyhisselam sakalını tutup söylep sen neme için bu adamı sen neme için tosmadın sen diye vakti neme dedi Harun Aleyhisselam sen eğer ben o toskan bolsam sen beni İsrail parçalayıp etip sen de muştak bulup keter muştak demdik hep korkma muştak kıldım şu işte kılmadım dedi digendikin Musa Aleyhisselam hiç kadar yap kılmadı akıda neme kıldı onu düzeltti onu yani bu ittifak birlik bu acayip bir kuş eğer bizdeki bedenimiz eğer okşaş sağ olup beden okşasak şu bedenimizdeki her bir azaniki yüzü resmi doğru bir şekilde bulup sağ salamet olup şunda kılmasa bedenimiz kerkenmeydi. Bedenimiz kerken yüzünün hareketini kılamaydı. Ben birlik diyen şunda işlemdim. Şu an hem işte kalalayı sağ salamet olsun parçalanmışsa, bir yer kesel olmuşsa, işlemeden bulmuşsa, karab durmamışsa o canınızı da o adam hem işini kalalaydı o, arkanda işini çoğu ötesi çıkalaydı. Ama bir yer ağırıp getti de, putum ağırıp getti, beşim ağırıp getti, küzüm ağırıp getti, aşkaz ağırıp getti size. O canınızı bu ağırıp büyülüp, işini bir degen gibi, parçalandı degen gibi, turvalı degen gibi. Şuna iş kana işini kalamaydı gibi. Yani büyün işini ibaret olan iş çoğumuş. Hem de bizdeki chet eldeki ahvalimiz çoğu, hemimiz iyinek. Hem de chet eldeki ben bu yani başka işlerini kılış arkalı ben onu davalaştırmadı genler başka. Ama ben Müslüman, ben ehli ilmi, ben İslami davanı asas kılımam. Şu arkalı din, şunu arkalı vatan millet hizmet kılımam, devat kallah için. O kuvat kallah neyim için büyülünüdü? Neyim için? Üçüncü pesil. Ayşe radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Etedruna men sabiquna ila zillillahi azze ve celle yevmel kıyame." Sizler mene Allah Taala'nınki kıyamet günüde Allah Taala'nınki sayısıga birinci olup men birinci kademde bardığan kişiler kim o? Sen onu bilemsizler. Dedi. Hem de bir yerde Allah'ın sayısı. Hem de bu Allah'ınki o kıyamet gününün üzerinde hiç kanda bir saydaylısa bir yer yok. Uçağın üzerinde tağa ve İran boğan, İğiz bilası kalmaydı. Hem yaşı tüzden. Uçağın hiç kanda bir kündüde beşmiş nezvi ekip kalgan. Uçağın üzerinde taz istek. O uçağın üzerindeki bizge en muhim boğan nersimiz sayı. Hem de bu sayı diyen yani güzel ameliyat şunda sayı ya Allah'ın rahmeti diyen gep. Anda o halde şu kıyamet günü birinci katı şu sayınıki kışık boğulan kişiler kim? Dep sordu. Sorğandaki dediler olar
Allah'ın Resulü nemi koçudur bunu bilgücüdür dedi. Dedi Peygamber men birinci olup sayını keşke bardığan kişiler anda bir kişiye kaçanlık verilse ulağı haqni. Haqni nemi kısa uçan verilse o kişi ulu nemi kıldı kubul kıldı. Kaçanlık uladan şu haqni sorarsa onu nemi kıldı onu mu ço verdi. Oynan hüküm kılıdı ola adamlarga ulanınki yüzüge okşaş, yüzüge hüküm kandak hüküm çok kılıdı onun muş kişiler dedi deydemdi. Hem de kaçaniki birisi ularga bir hakkını berilipti. Yani hakkını men kandak bir narsa olsun ya başka hop beren ya man elin ya anı kılın dep. Men açta kısa ola nemiş kaldık diye men nemiş başka oldum anı versin deme. Onu ama akıl dep onu çok kabul kıptım. Hem de onundan aş hakkını soruluptu. Hem de onda o siz hakkınızı verin. Biz kıllı o işini dese, uçan özde o adam ne mıkıptı? Biripti. Men muşnak kişiler, men adil, doğru olan kişiler, ama kişiler hakkıga hüküm kavati yüzü okşaş hüküm kıptı. Men muşo kıyamette en Allah'ın sayısına en burun, birinci olup kirdiren kişiler bula değil. Yani ne demek? Siz şundak çok kişiler bulun. Şu vaktinizde açta bulaydısınız deydi. Cabir ibn Samura radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi o Cabir'e anladığım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den deydim. 3 iş var. Benim ummetimden ben 3 işten nima qilaman qo'rqaman. 3 ish va bu 3 ish mening ummetimga nima qilaman qo'rqaman. Mening ummetimga ya'ni men mansub bo'lgan kishilarniki 3 ishni qilib qilishimdan qo'rqaman. Birinchi, al-istisqa bil anwa. Men suv, yomg'ir talab qilish nima bilan? Yulduzlarniki o'rinlari bilan. Meni buni da qo'rqib ketaman. Buni mu'min men musulmon hamma ishni Alloh qildi deb turib, ba'zi vaqt o'zida xurafiy bir shaklda, meni yomg'ir degan, meni mandaq bo'lsa, men anva degan, no deganga yomg'irniki yilqi mushu yulduzlarning turadigan bir joyi. Anda o'ganikin mushu osmondagi yulduz, planetning o'zi mandaq bo'lsa, mandaq yoki yomg'ir yog'adi. Bu yomg'ir yog'ishning o'zi osmondagi osh bulutlarning ishi yoki osh nimeniki aş yulduzlarning ishi. Ya palani mundaq deb, aş sebepten müştaq kelsa andaki yağmur yağdı. Biz onda o yağmurun aşını talep qilishimiz deb şirhib ketdi deydi. Oqumay. Çünkü bu su degan hayatlık nemesi o mahiyeti. Suvumuz hayat olmaydı. Hem de ikkinchisi podshoh bo'lgan sultonniki zulm qilishni qo'rqaman. Millet ko'ryapmiz hozir. Mana islomiy davlat deyotgan ya'niki boshliq qarsak hammasi zolim. Men qo'rqaman debdi, amaliyotda qo'rqa ish bo'ldi. Endi birisi qadarga taksib qilish. Ya'ni qadar yo'q, Allohning hamma taqdir qadariga nima? Qadar degan yaxshi yomon Allohning taqdiri bilan bo'ladi deb e'tiqod qilamiz. Buni inkor qiladi odamlarning o'zi. Shu ishni qo'rqaman. Qanday qiladi? U qadar degan Allohning qilmay insonning qo'lidagi ish. Mushundaq bizni zulm qilib, mushundaq vayron surgun bo'lish o'zim qadr olamdi deb. Mana bizniki Uyg'urniki ichidiki, ya'ni boshqa dunyodan bo'lganda, mushu taqdir orqali mushunga o'sh bo'lish. Mushning taqdirga yaqin o ish emas, hammamiz mushtaq qildik deb. Men mush ishchi bo'lyapti. Men bu ishchi bizni buluqliq. Bundan payg'ambar shu qo'rqaman degan. Unda uning bunda bir holat shu bo'lib qolmasimiz uchun kerak deydimdi. Abu Zar radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Abu Zar dedi men uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sittata ayyamin yaqil ya Abu Zar ma yuqalu laka ba'du. Oylan 6 kunda oylan ya Abu Zar anda bir narsa ki sana deyildi. Sana deyildi bunundikin sen nima qilgan oylan. Yani 6 kunning ichida zaman 6 kun geçecek bir gapni demayman. Ama 6 kundan keyin yani 7. kun o vaqtda sana bir narsa deyman. Sen bu gapni bak o'ynab, daha tafakkur qilib o'zing saqlab debdi. O vaqtda bu 7 kun bo'ldi dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Nima dedi? Usika bi taqvallahi fi sirri emrika ve alaniyati. Men seninki ichki va tashqi ishlariniki hammasida Allohga taqvo bo'lishga men seni vasiyat qilaman. Men bu rasul amr. Payg'ambar degandir. Taqvo bo'lish butun ishniki asos markazi. Bir adamniki haqiqiy mu'min, haqiqiy solih, yaxshi, posiq, mushundaq kazzab, yolg'onchi bo'lishi taqvoga bog'liq.
Eğer o adamda takva olsa onda iş bulmaydı. Takva olan vaktimizde hem iş olurdu. Mücahit olurdu, muhacir olurdu, salih kişi olurdu, hem iş şu bulurdu gap. Bu. Şu Peygamber degen şunday mühim bolgan ekan. Qachonki sen mena yeni bir iş, qachonki bir eski ishni qilib qo'ysan, xato bir ishni qilib qo'yibsan, ya bir harom ishni, ya gunoh bo'lgan bir ishni qilib qo'ysan, inson bo'lgandan keyin qilib qolgan gap. U chog'da nima qilgan? Pa ahsin. Undan keyin darhol yaxshi ishni qil, go'zal ishni qil. Innal hasanata yuzibni sayyiat degan nima bor? Oyat bor. Meni bu to'g'ri Payg'ambar boshqa yerda meni hadisi bor. Bir yaxshi ish, yomon ishni qilib qo'ygan odam oqidan yaxshi ish qilsa, shu yaxshi ishning o'zi yomon ish nima, yaxshi ishning o'zi yomon ishning qo'lida yo'q qotadi. Shuna namozniki gunoh kafarat qildi, tahorat gunoh kafarat qildi, mal kafarat qildi deganligi o'zi ma jumadan jumaga o'qigan jumaning o'zi o'tkazgan gunoh kafarat qildi shu. Bu yaxshi ish. U chanizda gunohni ham nima qilib kafarat shu qilgan gap. So'ramagan sen hech qanday bir kishidan hech qanday birini so'raman va agar chandiki tushsaman seni qamchan. Seninki atning usti to'gining ustidagi ishaning ustidagi sen qamchi chog'liq bir narsa tushib kelsa sen ani menga epasa degan gapni ikkinchi bir odam so'rab qolma deydi. Bu nima uchun? Chunki so'rdi degan gapniki o'zi o odamniki oldida nim bo'lgan gap, xorlagan gap. Zil uchan sig'ar bo'ladi. Bu sig'ar bo'lgandan mo'min musulmon bo'lgan odamniki o'zi ikkinchi bir odamniki oldida xor bo'lishga bo'lmaydi. Men mo'min musulmon deb turib xor bo'lganchalik o'zida u odam o'ziniki shaxsiyatida ketmaydi. Ne bilan ketadi? Boshqalar u mo'min musulmon onun vujudi iymon bor deb turib ondan onasi duoda men qilman deb qo'l al yadul ula xayr min yad supla deganda Payg'ambar sallam bu cho oni xorlib qolgan gap. Shu amal bor bunday ishni çok qilma degan. Hem de resmi ihtiyacı qolsa boshqa endi o. Seninki aşu kuching bor qilib turxun yana haqdan onu qilpa, mani qilpa deshing bu bo'lmaydi. Bu islom dinimizdagi nimasi asos farmoni bu. Va qabz topshirmagan sen omonatni. Omonat topshirib olma bir odamni. Bu eng muhim. Chunki omonatning o'zidan to'g'ri bir shaklda hududga chiqmoq pattasi ya. Hemimiz görüvatımız. Yine birisiga sen hüküm kıpsanma iki adamın otursa da. Yani kazi olma. Ama özem bilsen o meli o dep kıpsan. Ama iki adamın otursa ben bilmegen nersini apırıp hüküm kırıp andan mudakçı deme. Yani asas kazi için bulma. Bu en mühim iş kat'i. Bu bek mühim iş. Aday 6 gündeki 7 gün degen gap muşo degen. Ebi Umame radıyallahu ta'ala rivayet kıldı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı. Şuna da Peygamber sallam dedi. Yok bir adamın kimine vali oludu. İyi oludu bu adam. 10 adamın işine. İyi oluduğun hiç kadar bir adam yok. Pes onundan üstün. Ya 20-30 ya 100 milyon. Miger olsa kelidi şu kişiye Allah Teala. Yani Allah Teala'nın ki mene o hükmü işi o adam kelidi ki şu adam nim boğan halatda mene kişilengen halatda kıyamet günü şu adamın kolu o adamın geldiğini geçirik. Yani geldiğini aş kişilenip o kolunu geldiğini apırıp kaydı kamallap kırıp muştakkan bir kişi Allah'a ne kılıdı? Allah şu adamı şu kelidi. Yani Allah şu adam kelidi. Yakin bu adamda bu elçideki yüzü atahullahun. Şu adam Allah kelidi diyen Allah'ınki emir fermanları işleri için şu şakir pirişlerle kirip açta tutup hep geldi o kıyamet günü dediğim gibi. Fekkuhu birruhu dedi. Hem de şu işgalini, şu kamaklık yeşiş o adamın şu dünyalıktan yaxşı işi. Ben başlık oldum da 20-30 ya 1 milyon ya 1 olacak adam açta koşup gitmem. Şu canınızda geldiğinizde müşundak koyuzu kolunuzu selinip geldiğiniz kısa başta tutup başında ben bağlap şu ekildiğim gibi. Önemli yaş için şu dünyada kan yaxşı işiniz olsa uca yeşil oldu. Ya ki o adamın üzerine o adamın günahı ne kadar ilak koydu. Eğer o adam günah çıkan olsa, zulüm çıkan olsa, halkın hakkını yuvağın olsa, beğenmeyen olsa. Mene bu
Başlık bo'lishninki birinchisi malomat. Birinchi nimani tanqidlaydi adam. Voy, nima ish bunday qilgansan? Unday deydi. Ikkinchisi mana malomat. Ya'ni birinchi qatimda boshqa ko'rgan adam ashni ko'rib, voy, nima ish bo'lgansan, dunyoda boshliq deydigan gap. Ish o'tirsa uni pushayman. Uniki so'roq, har xil ishlar ko'rgan pushayman, nima ish bo'lgan deman deydigan gap. Uniki oxirida qiyomat kuni nima bo'ladigan ekan, rasvo bo'ladigan gap. Qarapas haqni haqqini yo'g'an, uniki cho to'g'ri hukmchi qilmagan. Muaviye radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Ya Muaviye, eğer sen ega qilinsang bir ishqa, sen bir ishqa ega bo'lib, ya'ni valiya boshliq bo'lsan, sen Alloh taoladan nima qil, qo'rq va odil ish qil." Dedi. Degandiki, dedi Muaviye, "Pes hamisha oldimman, gumon qildimman, shuniki jazmanman. Men giribtar qilishtirmikanman bir amalga, bir huquqqa. Bir huquqqa giribtar bo'lib qolgan ekanman, bir vali bo'lib qolgan o'xshayman" deb davomli payg'ambar bosh gapni olgandik, mushta ko'nglim kechdi deydi. Shuning bilan payg'ambar so'zlayotgan, hattoki men shu ishga men mubtalo bo'lib qoldi. Dedi. Bu bir mo'jiza. Shuna Ali roziyallohu ta'ola'nınki xalifa ekanligi haq. Muaviye roziyallohu ta'ola'nınki o to'g'ri bo'lmasmi, o'chaning o'zidan. Endi bu Ali Muaviye roziyallohu ta'ola'nınki bu o'ziniki ash vaqtdagi o'zidagi qilib, ashtaq bo'lishning o'zi ijtihod qilib, mushta xato ketgan deymiz. Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, bu dedi bu Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam: "Mene panoh talab qilingizlar Allohdan. 70niki 5i va kichik vallarniki boshqa bo'lishdan sizlar Allohdan nima qilinglar? Panoh talab qilinglar." Dedi. Ya'ni tarixiy hijriniki 70-yili. Ya Peygamber sallam o'lib ketishdan 70 yil bo'lgan vaqtdagi o'zidikan. Shu chog'ning o'zida cho'ng bir o'zgarish bo'ldi. Peygamber sallam debdi ekan. Shu chog'imizda kichik vallar podshoh bo'lib, boshliq bo'lib, anadagi nimani vayron qildi ekan. Payg'ambar sallam bu tush ko'ribdi ekan. Tush ko'rgan vaqtdagi o'zida Payg'ambar sallam o'ziniki mihrobiniki shu atrofida kichik vallar o'ynab yurib, bir mingi kichik vallar bu mihrob egib oladi ekan. Egib olgandiki shunga urushda shu mazmunda shu Payg'ambar sallam aytisi bor. Shunga bu tushni ko'rgandiki Payg'ambar sallam mening ummatimni ahvolim o'sha kichik vallar vayron qildi ekan deb deb bergan ekan. Shu uchun o'zida men bu Payg'ambar sallamning o'lishining 70-yil, ya hijrat 70-yilning o'zida mana Muaviye radhiyallohu ta'ala o'zining o'g'liga Yazidda kichik uni vali qilib qo'ydi. Unidagi Marwan mana shu agar Payg'ambar sallamning o'lishidan hisoblasak, Marwan akam degan mushi odammi Umayya xalifalarniki o'ziniki balog'at yetmagan kichik bolalarni olib, unidagi podshoh boshliq bo'ldi. 12 yosh 10 yoshga kirmay turib apırıplar paşa qo'ygan ish bo'ldi. Men mush ishlarning o'zi mana bu eng ig'ir balani ib keldi. Men bu payg'ambar bir mo'jizasidan hamda o. Yahya ibn Hashim'de rivoyat qilindi, bu kishi Yunus ibn Abi Ishoqda rivoyat qildi, bu odam o'zining otasidan rivoyat qildi, dedi otasi. Dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Kama takunun kazalika yu'ammaru alaykum." Mana amaliyati to'g'ri. Qandaq bo'lsanız, meni sizga shundaq kishini amr qilinadi, boshliq qilinadi. Yaxshi bo'lsanlar, meni yaxshi kishi boshliq bo'ladi. Agar nachar, aski bo'lsangiz-chi, aski, nachar kishi, fosiq, zolim kishi, agar shundaq bo'lib qolsangiz, shundaq kishi boshliq bo'ladi. Bu hadis. Amaliyat bu vatimiz hamda. Şu Ali raziyallohu ta'ola'nın zamanında kelgan vaqtida Ali raziyallohu ta'ala degan shu pasat buyini chiqib ketgandiki shunday so'rabdi ekan. "Ya Ali, bu nima qilib bu? Bu nima mandaqsin podshoh deb amalini e'tirof qilmay xalifaligini mujunda bo'lib ketdi-ku. Payg'ambar sallam gibini deb oy andaqdi, Umar mandaqdi deysan, u uchun unda ish bo'lmabdi ekansan, bo'lmabdi-ku" degan vaqtimizda şu Peygamber sallamniki zamanı Ebu Bekir Ömer'in zamanı biz vattık. Ama benim zamanımda yakası var. Şu işte hop kaldı dedik. Şuna muş ailden tatip, muşu yılıkı,
idare ve mahalle başlıkları ve onun başkan men devlet başlıkları şuniki pular kandak olsa şundak adam başlık olur. Mesela hazır dünyada en ok görüyorum. Saylam deydiğim bile çıktı. Şu saylamniki üzerinde kandak adam özümüzün başlığı şu olsun ise şu taraf kısana oy verdi deyimiz var mı da avaz verdi. Şu adam başlık oldu. O adam avaz belki adam okşar. Yani yaxşı adam çıksa puraz yaxşı degan gap bo'ladi. Eğer zalim nachar nemi çıkan bolsa o zalim nachar degan bo'ladi puraz. Bir devletin qanday ekanligini aşu puraz qanday ekanini boshqa qarab o'qiymiz. İbn Ömer radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinishini adam Cezmen Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem dedi. Cezmen padişah Allah'ınki yer şardaki nemisi doğru sayısıdır. Yani padişah Allah Teala'nınki yer şardaki sayısı degan, yani yer şardaki sayısı degan Allah'ınki yer şardaki padişahlar mana fuqarolarni qo'g'daydigan, mudofaa qiladigan nemasi o mana bandilari degan gap. Mana yavi ilahi deydi. Mana beqinudan bardu şu padişahga her mazlum Allah'ın bandilaridan. Allah'ın bandilari bo'lgan har qanday mazlum bo'lgan kishi padişahni qishqilib qilgan gap, bardigan gap deydi. Qanday olsa bir adam mesela issiqib ketdi, yinib ketdi desa, darhol sayni qishqib boramiz. Sayni qishqib berib, o'sha sayda bizga cho zarar kelmasin deb u yerda shu o'zimizni issiqdan, quyoshning nuridan mudofaa qilishni ochsaq shu bardigan gap salqi yerda o'tili deb. Unda o'g'aniki podshohniki mana shakli mushunga o'xshaydi. Ya'ni demak, podshoh mushtaq bo'lishi kerak degan gap. Mas'ul bo'lgan odam mushtaq bo'lishi kerak. Agar adil qilsan o padişah her qanday ishniki o'zida bo'ladi, shu padişah uchun ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Va fuqarolarga niki gardiniga nima bo'lish lozim? Shukr etish lozim. Alloh taolo mushundaq padişahni bizga boshliq qilib qo'yibdi. Mushundaq raislarni bizga rais qilib beribdi deb shukurchi etish kerak. Agar zulm qilib qolsa bu padişah boshliq, men shu kishiniki ustiga boshlig'iga gunoh bo'ladi. Va fuqarolik uchun o'chanimizdan fuqarolikning ustiga vojibdir nima qilish? Sabr qilish. Va chidab turish kerak. Chidab unuga sabr qilib qachoniki mushini men o'ngshayman ekan deb ajra payt kutib turish kerak. Bu yer sabr qilish kuturuq emas. Bu pasif ma'nosizki narsa emas. Sabr qilma degan gap shu kuturuq emas. Ya'ni uni yo'q qilishga bir amal sabab izlab, shuni o'zi jafo qilib kelsa bu bir amal qilib yo'q qilishga fursatni ham uning vaqtini mana to'g'ri belgilab ashni shu harakat qilinglar degan gap bo'ladi. Ömer ibn Hattab radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Ömer, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Jazman Allah Teala'nınki bedellerindeki en katısı Allah'ınki dergahida kıyamet günü menzil cihette. Orun cihette kimdir? İmamın adının rakik deydi. Bir başlık ki, yani bir mesul kişi ki adil idi. Sözü de hareketi de hem kişiye okşaş neme kılırken adil kılırken bu kişi ki rakik. Onunki kalbi nime ait suyuk. Yani o kalbek yumuşak. Men muş kişi kıyamet günde Allah Teala'ga mene en yakın, en kat kişininki kadar çok buludu. Cezmen Allah'ın mene adamlarınki en eskisi Allah'ın dergahida kıyamet günde orun cihette kim o? Bir başka zalim. O nemi o? O jitidan. Kişinin hakkını jitip bulap, aşıda talap, men aşıda kılıdıgan. Men aşıda kişi, men kıyametindeki üzüde nemidir o? Nemidir o? En eski çok buludu. Dedi. Ana oğlanken her gün undak başlık olsa uçağınızda o zulüm kılılgan kanun hakkını urup talap aşıdak soğuk undak kattık yürek bundak çok bulması çok gerek. Nahit mihriman buluş gerek başlık deyin. Abdullah'ın Emr radıyallahu anh'a rivayet kılındı. Dedi Abdullah, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adamiki karsa o adam yüzündeki kırındışıgan bir karaş cihetteki korkutudu o adam mene o kırındışını. Aş kırındışı korkatkan bir korkatkandek aşında bir karap koysa alaysa değil mesela. Uduk ömüyüp işte alaysa bu kişideki üzerine Allah Teala kıyamet günü bizim kuludu korkutudu. Allah Teala korkutup yani şu şekilde korkutulan kişi gap. Anda oğlanken siz bir başlık olun, bir mesul olun ya devletin ki ya emir olun ya neyim olun.
Aşıda xalqni bekor olmay höküp, qo'rqitib, boshqa tahdid qilsangiz, Alloh taolo buningki jazosini u dunyoga vaqt sizga uchun berdi, deydi. Shuning uchun men mo'min musulmon bo'lgan odam mehribon, men kuyimjonchi bo'lish kerak. Hargiz bir-birimizni qo'rqitishga bo'lmaydi. Bo'lmamdi bu amir bo'lgandan keyin bo'lgandi. Meni bu yuqorqi 4 hadisdagi o'zida Imom Bayhaqi Shu'abil Iymon degan kitobda rivoyat qildi va dedi: Yahyoniki mushu hadisidagi haqida Imom Bayhaqi munqati dedi. Buni rivoyat ojiz debdi. Abu Darda roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Abu Darda dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: Jazman Alloh taolo deydi. Nima deydi? Men Anallohu la ilaha illa ana malikul mulk va milkul muluk deydi. Mushu insonlar Alloh taolo shu insonlarga hamisha to'lab turdi. Nima de? Hey insonlar, men Alloh. Men Alloh ki mendan boshqa, ilohdan boshqa hech qanday bir iloh bo'lmagan, yaqiyonga bir nima o, men bir Allohdurman. Men bir Alloh. Mendan boshqa hech qanday bir iloh yo'q. Buni bilinglar. Endi shuningdek bütün podsholarniki egisi. Podsho sizlarga ega bo'lgan bo'lsa, sultonlar, sizlarga ega bo'lib ishlarni boshqarib qolgan bo'lsa, men uniniki nemasiman, uning egisi men bo'laman. Shuningdek podsholarniki podshosi men. Boshlig'i men. Unda ish yo'q. O'qib hamma qolgan uni boshqa men bo'lgan ekan, uni men unida hisob olaman. Mene podsholarniki qalbi mening qo'limda bo'ladi. Mening ilkimda bo'ladi qalbini. Va jazman, endi qalbi mening ilkimda bo'lganligi deydi Payg'ambar. Jazman bandalar qachoniki ular menga bo'ysunsa, menga bo'ysunib meni degan amr farmonlarimni nima degan bo'lsam, shuni qilgan bo'lsam, qilma deganni unda yanib, uni cho'q qilmagan bo'lsam, meni yo'tkayman bu podsholarniki, men u bandalarniki podshohlik qalbini ularga rahmat va ra'fat bilan yo'tkayman. Mana mening nima degan bo'lsa, shu ishni qilgan bo'lsa, u bandalar, men shu bandalarga mas'ul bo'lgan kishilarniki boshliqniki qalbini men ichi og'ritadigan mehribon, kuyimchan ashundoq qilib, ularga hech qanday vaqtni zulm qilmaydigan, bo'zaq qilmaydigan, xorlamaydigan mushtaqchoq qilaman. Va jazman banda ular qachoniki men osiy olsa, men osiy bo'lib mening deganimni cho'q qilib unmabdi. Bu yerda osiy olsa deganligi namoz o'qimasa yana emas. U namoz o'qib turib osiy bo'lgan ishlar cho'q bor. Men din uchun xizmat qilaman. Men olim o'lima, yaxshi odam deb turib men osiy bo'lgan ish bor. Bu natija qildi. Men mushunda qilib qolsa, o'chan o'zida bu bandalarniki shu podsho bo'lgan kishilarniki qalbini men yo'tkayman nimaga? Shu bandalarni o'shkiradigan va u bandalardan intiqom oladigan holatga yo'tkayotaman qalbini ularni deydi. Meniki dinimni qilmagandan keyin Alloh taolo andikin, boshliq oldiki qo'li orqali men bularni uchun mushta azoblayman. U yerda deydi ko'rinishda, voy biz urvatdi, so'lvatdi, maqvatdi deymiz. Ammo mohiyatda onunki kalbi kimde? O kimnin mulki o? Allah'ın mulki. Şunun tehdidi bu padişahlar meninki buyruğumunu unutmayan aşk kişilerinki üzge men en eski azaplı tehdit edilgan gibi. Su'ul azap, dözahın azabı okşaydıgan, işte azaplı tehdit edilgan gibi. Bundan sonra kim tehdit edip de azap? Kim bu edip bu azapını? Yani şu an hiç kadar bir millet, hiç kadar bir halk mene bizdek bir azap okubat capa tatkan millet yoktu. Var vakırayımız. Anda o andaki deydi Allah Teala. Fala teşgalu enfusakum bid-dua alel muluk. Anda o andaki sizler özünüzü padişahlara dua ibet kılışkı için meşgul kılmağına. Padişahlara dua ibet kılıp vay öldürüvat, vay andak kıvat, vay ilak kıvat dep ondan şu dua çok kılmağına deydi. Yani bu bir İslami devletninki neyimiz buluşu mümkün. İslami devletninki neyimizse
Şuna bu duanınki üzerine İslami Müslümanlar devlet, Müslümanlar başka adamı dua kılışta biz onu yok kıvat, vay palanlık batsak bulmaydı. Şunu deyimiz, onu hidayet kıl, şu haremde başta dua kıldı. Onun peşansı ubdan, takvadan tut, issa kılmışta kıldan ki. Müştak kıpçı kılgılı deydi o, Peygamber'den dua kılan. Valikin, benim meşgul kılmasındaki nefsini Allah'ın zikri kılış, Allah'ın esleşken ve Allah'a tezarrur kılıp, Allah'ı yalvarıp, kalbini devamlı Allah deydiğin muş iş kısını kılana, kalbini şunu meşgul kılana. O padişahı tıllap, o yer meşgul tıllap, o yer apırıp Allah ilah kıvasa, oy ında kıvasa, mındak çok kılmağına. Nimişka? Key ekfikekum mulukekum. Lazım ki men kifayet kıymen silge siliniki padişahlığıdır. Siliniki padişahlığıdır, men onun için men yetimim. Mal tezerru kısanlar, malını ibadeti kısanlar, benim neyimliğimi kısanlar, o canın yüzüden silik mesul olan, silik boğan padişah başlıklarının yüzünden men uşini men özem kıpırmen. Özem kıp onun kalbini kandak men anden, onun kalbini açtak eliş, açtak setgürüş olması onu rahmet ve rahmetke aylandırıp seni yaxşı gördüğün, o'za zulüm kılmaydıgan, neyimlisi makul dep özün işini kılalarga alet şu ekeleme deydi. Men bu hadisi İmam Ebu Nuaym özünki Hunniye degan kitobida nima qilgan rivoyatchi qildi deydi. Endi bu hadis endi bu. Endi buni Ebu Nuaym degan bir adam rivoyat qilibdi, muhaddisning ichidan 3-4 yildiki nima bu adamdagi hadisiniki kitobidagi hadisning o'zi. Endi bu yalaqi umum jihatdan hammasi yalaqi zaif nim bo'lmasa, ma'lum jihatda sahih hadisda çok bor. Endi bu hadisda men muhis sunna shuningdek bu yalaqi masabihniki egisi, mishkatniki egisi olan İmam Tabrizi endi şu kitobni mushaga hadisi kirgizgan gap. Bu İslami dünyasiga bo'layotgan ish. Ammo kofirlarning shu, u shundoq balkim. Endi shunda zulm qilgan bo'lsa, meni ashunda xato ish qilgan bo'lsa, biz kofirlarni yo'q qilishga duo qilishga bo'lamdi? Bo'ladi. Nimishqa bu to'g'riliq nima va Qur'onda oyat bor. Nuh alayhisolamning, Musa alayhisolamning undan o'tgan boshqa payg'ambarlarning duosi bor. Mana Rabbi shtut ala amwal va shtut ala qulubihim. Fala tu'min degan ashta nima va oyat bor. Yana Allah Nuh alayhisolamniki yine şu nimsi var, duası var. Fala tazilul kafiri deyyara. Kafirini koyma, hilak kavat, yok kavat deper. Şimdi mezmunda. Çekilin işip ketken deyin. Biz aşta dua kısak ve onun da başka, ben Peygamber sallallahu aşkıgan nemeler var, dua ibet, aşında etrafındaki eskilik kalan, aşında şu vakit kabillerge, aşında dua ibet kalan, işte var bir ay, yani bir kanıcı ay. Yani şu canınızda, şu yedeki namazda, ben kunut okuşu bağlık kegin. Uçadı şu bolu demdi onu. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.